Ham Cobalt'imizdan qaranglar, asal bo'lganini. Qora rangdagi MCM Cobalt proyektimiz tayyor bo'ldi. Orqalariga qora pesochnik fara ustunovka qilib olganmiz. Emblema, yozuv, bamper nikeli, tuman guruchli nasatga hamma narsasi Black Piano variantida qilib berganmiz. Pavrotniklarigacha shunaqa variant taqilgan. Old abisovka hamma narsasi qop-qora bo'lgan. Orqa polsfera tonirovka bo'lgan. Bu avtomobil Noisoft materialni premium klassli variantda full komplektatsiyada to'laqonli shum izolyatsiya qilib berganmiz. O'zini shtatniy pultiga avtozapus qilib berganmiz. Qurilgan knopka 3 marta bosiladi. Avtomobil zavod bo'ladi. Zavod bo'lgandan keyin 10 minutdan keyin o'zi avtomatik o'chadi. Agar mabodo ketadigan bo'lib qolinsa ham pulti ham ishlayveradi. Hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Shundoq pultdan ochiladi. Ichga o'tirib, zajganlarni yoqib, bemalol haydab ketaverilsa bo'ladi. Patolog 6 ta stoyka avtotikan qilingan, eng sifatlisi. Detallarning hammasi qora rangga bo'yab yuborilgan. Zamok kuchni yoqamiz. Rulga koja обшиват qilganmiz. Piafarilingning Malibu Kibar Xitoyda chiqayotgan varianti. Hamma narsasi ideal bo'lgan. Fotograf knopka hamma narsasi ishlatilgan. Orqasiga zadniy kamera, prashivkalar bilan qilinadi. Bilasizlar, hamma narsasi ishlatib berganmiz. Bagajnik knopka, Malibu signal. Avtomobil podsetkasi oq bo'lganiga farani yoqqanda eshik yurishga oyna ko'targan knopka hammasi yonadi. Shum izolyatsiya jarayonida ikkita cho'mchi, bari ichi, barda cho'k hamma narsasini komplet qilib berganmiz. Oyoq tedi podsetkali eshik ochganda yonadi. Avtomobil tayyor. Bu avtomobilga qilingan qo'shimcha xizmatlar slipoy zona ustunovka qilib berganmiz. O'sha avtomobilni ko'rinmas nuqtasidan yaqinlashayotgandek ogohlantirib turadi. Mashinaga bitta baho berib qo'ysalar, like bosib qo'yasizlar, xizmatdamiz.